O'zbekistonga borganda birinchi nima ovqat yegingiz kelyapti? Mastava. Osh. Osh, ko'tarma bosh. Osh ko'tarma bosh. Voy. Osh. Oshmi? Qozog'istonga borib birinchi nima ovqat yeysiz? Birinchi nima ovqat yeydi qozoqlar? Chapildaq besh barmoq yeydi-da. Потом narini ichadi, artdan ayron ichadi. Undan keyin borib palov yeydi. Shashlik. Jiz. Mani mo'ljallab turdim, keyin sho'rva, keyin go'ja. Birinchi yo'lda go'ja ichaman, mastava ichaman. Sho'rva ichaman. Sho'rva. Sizchi? Voy men mastava. O'shan qilgan mastavani. Mastava. Yeymiz, shashlik yeymiz, osh yeymiz, shashlik yeymiz.